Mustahkam qamal qilingan shaharni jangsiz egallashning eng ayyorona yo'li qanday? Ageslay Foke shahrini uzoq vaqt qamal qildi, ammo uni ishg'ol eta olmadi. Vaqt esa o'tib borardi. Shunda shoh kutilmagan taktik yurish qildi. U qamalni to'xtatib, go'yo mag'lub bo'lgandek ortga chekindi. Buni ko'rib quvongan shahar aholisi va ittifoqchilari xavf tugadi deb o'ylashdi. Ittifoqchilar birin, ketin shaharni tark etishdi va o'z uylariga tarqalib ketishdi. Xuddi shuni kutgan Ageslay birdaniga ortga qaytdi va endi mutlaqo ittifoqchisiz va himoyasiz qolgan Fokeani osongina egalladi. Bu shunchaki chekinishmi yoki mukammal harbiy tuzoq? Bu haqda Polien o'zining harbiy hiylalar asarida yozib qoldirgan. Obuna bo'lishni unutmang.